Assalomu alaykum hammaga. Kim uyda mana shunaqa sandiqlar bor? Aniq bilaman, hammanglar uylarda bor bunaqa sandiqlar. Shu oldingi 30-40 yil oldingi sandiqlar. Bu sandiqlar juda ham pishiq, juda ham sifatli, juda qo'l mehnatida yasalgan har bitta detali, bitta mana shular hammasi mana mixlarda qoqib chiqilgan. Ko'rsatgan mana shu operator. Mana har bittasi bitta mix qoqib chiqilgan. Hamma tunkalari bitta alyumin tunkali kesib yasab chiqilgan. Bironta ortiqcha joyi juda chiroyli. Menga o'zi aslida bu sandiqlar juda yoqadi. Ko'rishingiz mumkin. Ustlarini ham hammasini o'sha laklab bo'lmagan, yutlangan, mixtoq yasalgan. Mana simlarni aytdingizlarmi? Antikvar bu sandiqlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu sandiqlar endi hozirgacha menga yoqadi-yu, endi zamon talabi, dizaynerlik uylarni dizayn qilishyapti, oppoq uylar bo'lyapti, uylarning pardalari, ranglariga bu sandiqlar tushmay qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi ko'pchilik bizga buni ta'mirlashga berishyapti. Ya'ni buni nima qilishadi? Buni tashlab olishmaydi-yu. Tashlab olmasdan zamonaviy ko'rinishga ega qilib beramiz. Endi hozir bir xil sandiqlar qo'llar ham kesadi ham ko'p. Qarang, mixlari ham o'zi chiqib ketyapti-da bu sandiqlar. Keyin bolalarni, yosh bolalarning qo'lini kesishi mumkin. Nomigani mix chiqib ketgandan keyin. Undan keyin yo'q, endi bu bolalarning qo'lini kesmasin deb ko'pchilik podolga olib tushirayotgan ekan. Bu sandiqlarni biz mana bunaqa ko'rinishga ega qilib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa qo'llarni kesmaydi, hech qanaqa. Sababi buni old tomonlariga 22 plotnost machalgadan 6 sm qo'yganmiz. Bitta materiallarni hammasini chester uslubida qavib chiqqanmiz. Hamma yog'i hech qanaqa tunka yoki simlar narsasi qolmagan, hammasini tozalab tashlaganmiz simlarini. Hamma yog'i graylarni material. Biz bu tomon oldi tomonlariga machalka qo'yib, materiallarni qoplab, xohlasanglar toshli tugma, xohlasanglar o'zini materialdan yasab beramiz. O'tiradigan joylari mana bu o'tirib olsa ham bo'ladi, hatto yumshoq. Ochilib yopiladigan ochiq-mochiqlarni ham hammasini yengi qo'yib berganmiz. Ich tomonlari ham hammasi akkuratli materialdan qoplangan. Ushlaydigan joylari ham mana ko'rishingiz mumkin, yengi qo'yilgan. Shu bilan birgalikda oyoqlari ham nerjaveykadan yasalgan. Ko'rsatsa. Qulp kalitlarni hammasi zamonaviy qilib beramiz. Xohlasanglar mana kodni bemalol o'zingizlarga moslab nima qilaverasizlar. Mana men kod qo'yib qo'yganman, ochyapman. Agar ortiqchalik qiladigan bo'lsa, qulp kalitli emas, kodli. Bunisini ichkariga itarib qo'yaverasizlar, umuman ko'rinmaydi sizlarga. Kerak emas, hali yana chiqazib olaverasizlar. Quplanadigan bo'lsa, chiqazib qo'yasiz, quplanmaydigan bo'lsa, ichkariga qilib qo'yaverasiz. Kimga afzal qanaqa o'zingizlar ko'raverasizlar. Quplash ham oson. Kalitini yo'qotib qo'yib, boshqa qilingiz, kodini o'tga telefoningizga saqlanib qo'ysangiz, osongina shunday quplab qo'yaverasiz. Kodini bitta almashtirasiz. Shu bilan xudo xolisa bo'ldi. Endi oldingi qulplar hammasi mana shunaqangi bo'lgan. Hozir ko'pchilikni yo'qotib qo'ygan, ko'pchilikni olib kelishyapti, buzib tashalgan shu joylari. Mana shunaqa sandiqlarni biz mana qutilar kelyapti. Qutilarni ham mana shu old tomonlarini chester uslubida qilib beryapmiz. Juda chiroyli chiqyapti. Har xil ranglari bor. Ranglardan muammo yo'q. Xohlasangiz villur materialda, xohlasangiz moishi materialda, xohlasangiz dermatin, xohlasangiz ekokoja bor. Ekokojalarning har xil ranglari bor. Bejviy ismi, bunaqa jimchuk ranglarmi, qora, seri, qizil, uyingizga dizayniga moslab qilib beramiz. Endi har holda butun narsani tashlab olgandan ko'ra chiroyli qilib ta'mirlab olgan ham yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichki tomonlari ham hammasi material bilan qoplangan. Akkuratli, hech qanaqa mixli va anaqali yo'q. Turadi, narsalarni solib qo'yasiz, chang hech narsa bo'lmaydi. Yana ustini bemalol yopib qo'yaverasiz. Xohlasangiz yangizga qulp kalitni qo'yamiz. Xohlasangiz ustida o'tirib olsangiz ham bo'ladi. Kimdirlar даже uголок ham qo'yapti. Oshxonaga o'tiradigan qilib, ikkita chetiga bunday sandig'ini qo'yib, tagiga siqlab, choy ichadigan joyi ham qo'yishyapti, kerak bo'lsa. Kim qayerda foydalanadi, endi o'zi hal qiladi. Xudo xolisa ko'rishingiz mumkin, har xil uslubda, ya'ni har xil materialda qoplab beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamimiz 99 828 4404. Ismim Bekzod bo'ladi. O'zim aloqada bo'laman. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.